580 ming so'mga yig'ilganda mana shunaqa ixcham bo'lib yig'iladigan ishirganingizda mana bunaqa katta bo'ladigan kreslodan olarmidingiz? Bu kresloni razmeri 1.60 ga 87 sm, balandligi 71 sm bo'ladi. Bemalol 2 ta yoki 3 ta odam o'tirib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni eng qiziq joyi buni o'zi ishib, o'zi bo'shaydi. Siz bunga ortiqcha harakat qilib o'tirmaysiz. Agar bo'shatmoqchi bo'lsangiz, mana shu motorni shunday burasangiz, bu o'zi bo'shab, siz ishingizni qilib olguningizcha yig'ilib tayyor bo'lib turadi. Ya'ni bundan tashqari boshqacha matras, boshqacha kreslolar keng assortimentda bor. Qolganlar to'g'risidagi to'liq ma'lumotni videoning tagida yozib qoldirib, hammasini narxlarini yozib, to'liq ma'lumot qoldirib ketamiz. Dam olish har doim qulay va oson bo'lishi kerak. Mana shunaqa kreslodan bitta olsangiz, tabiat qo'ynida o'zingizni uyingizdagidan ham yaxshiroq his qilsangiz kerak.